Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Afg'on qozonning 16 litrligini sinash uchun 210 xizmatdan olib keldi. Oshnamiz nima masalliq tushganligini, qancha masalliq tushganligini tushuntirib beradilar. Buni ichiga 8 kg go'sht kirib ketdi. Unda yarim kilo dumba bor. Albatta dumbani tag tomoniga terib, ustidan go'sht, ziravorlar, tuz, lavroviy lis, piyoz bilan qopqog'i yopamiz. Xudo xolasa pishgan jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Etimiz pishdi. Qovasini chiqazaveradi mana. Bitta tomondan havo chiqazaveradigan, mana qovasini chiqazaveradi. Tomdagi ovqatimiz 1,5 soat deganda tayyor bo'ldi. So'rinish jarayoni. Go'shtlar xil-xil bo'lib ketgan 1,5 soatda. Voy. Ketadi-yu. Xo'p, bu mahsulotimiz shu tayyor bo'lishiga 1,5 soat vaqt ketdi. Ichiga 1 gram ham suv solganimiz yo'q. Xudo xolasa bu videoyimiz ustimiz qo'ygan videodan ko'proq repga chiqsa, yana shunaqa ziyofat ustimizdan bo'lardi. Bo'ldi. Og'zom kerak bo'lsa 200 ming murojaat qilaverasiz. Hammaga rahmat.